Lamin Yamal haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Ismi Yamal, familiyasi Lamin. 2007-yilda Ispaniyada tug'ilgan. To'liq ismi Lamin Yamal Nasraoui Ebanna. 17 yoshda, bo'yi 180 cm, og'irligi 72 kg. Dini islom, 19-raqamda o'ynaydi. Pozitsiyasi winger, chapaqay futbolchi. La Masia tarbiyalanuvchisi. Ingliz va ispan tillarida gaplashadi. Esplugues de Llobregat nomli shaharchada tug'ilgan. Bu shahar asosan ishsizlar shahri hisoblanadi. Kambag'al oilada tug'ilgan. Otasi Marokashdan, onasi esa Ekvatorial Gvineyadan. Bitta ukasi bor. 304 nomli jesti bor. Bu jestning ma'nosi o'zi ulg'aygan shaharning pochta indeksi hisoblanadi. Futbol o'ynashni 4 yoshdan boshlagan. 7 yoshida Barselona akademiyasiga qabul qilingan. 15 yoshida Barselona safida debyut qilgan. Ispaniyadagi eng yosh debyut qilgan o'yinchi hisoblanadi. Lamin Yamal arabcha ism. Messi Yamalni cho'qintirgan. Fizika, kimyo va matematika fanlarini yaxshi ko'radi. Yamal Gvineya, Marokash va Ispaniya jamoalari safida o'ynay olishi mumkin. Uning onasi Gvineyada o'ynashni xohlagan. Yamal 26 yoshga yetguncha uylanishini aytgan. La Liga tarixidagi eng yosh gol urgan o'yinchi hisoblanadi. Yevro tarixidagi eng yosh o'yinchi ham Lamin Yamal. Trivela uslubidagi uzatmalariga ega. 2024-yilning Golden Boy sovrini egasi bo'lgan. Hozirgi kunda transfer marketdagi bahosi 200 million yevroni tashkil etyapti va bu summa 17 yoshli futbolchilar orasida rekord hisoblanadi. Lamin Yamal Barselona futbolchilari orasidagi eng qimmat o'yinchi. Muxlislar uni yangi Messi deb ta'riflaydi. Bir umr Barselonada qolishni xohlashini aytgan. Eng yaxshi ko'rgan o'yinchisi Neymar. Yamalning agenti Jorge Mendes hisoblanadi va u Yamalga 20 ming dollarlik soat sovg'a qilgan. Tovon puli 1 milliard yevro qilib qo'yilgan. Dribling qilishni yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rgan qizni jonli efirda boshqa bola bilan ko'rib qolgan va u bilan orani ochgan. TikTok trendlar olishni yoqtiradi. Niko Williams bilan yaqin do'st. Yevroning finaliga kelguncha yo'lda uxlab qolgan. Gol urib raqslar bilan nishonlashni yaxshi ko'radi. Ko'cha futboli o'ynab katta bo'lgan. Avtobusda yurishni yoqtiradi. To'pni o'zi bilan maktabga olib boradi. Baliq go'shtini yaxshi ko'radi. Ispaniya Super Kubogini o'zgacha ko'zoynak bilan nishonlagan. Yevroning eng yosh va eng yaxshi o'yinchisi bo'lgan. Instagramida 35 milliondan ortiq obunachisi bor va 150 ga yaqin post joylagan. O'zining maxsus kiyinish uslubiga ega. Eng ko'p pulini oyoq kiyim olish uchun ishlatadi. Sernachi brending soatlarini yaxshi ko'radi. Yamal hozirda oyiga 2,5 million dollar topadi. Adidas bilan shartnoma qilgan. Betisga qarshi o'yinda debyut qilgan. Italiya pastasini yaxshi ko'radi. Eng yaxshi dam oladigan joy deb o'z uyini aytgan. Nemativa qo'shig'ini yaxshi ko'radi. O'zini bir so'z bilan kulguli deb ta'riflagan. Barselona bilan Chempionlar Ligasini yutishni orzu qiladi. Lamin Barsaning DJ hisoblanadi. Instagramdan ko'ra TikTokni yaxshi ko'rishini aytgan. Gavini komandadagi eng kulguli deb hisoblaydi. Agar futbolchi bo'lmaganda streamer bo'lishini aytgan. La Masiada chap qanot winger bo'lib o'ynagan. Joan Laporta Yamalni yaxshi ko'radi va klubni kelajagi deb biladi. Yamal soch turmagini Neymardan o'g'irlagan va sochi uchun haftasiga 50 ming dollar sarflaydi. Briketlari brilliantdan qilingan. 3 ta uy sotib olgan. O'zining 15 million dollarlik shaxsiy samolyoti bor. Yamalning yillik maoshi bonuslari bilan 20 million yevroni tashkil etadi. Terry Henry Yamalning formasini so'ragan. 15 yoshida ilk golini kiritgan. Marokash ham uni terma jamoasiga taklif qilgan, lekin Yamal Ispaniyani tanlagan. Terma jamoasidagi ilk golini Gruziyaga qarshi o'yinda urgan. Espia serialini yaxshi ko'radi. Har bir yutgan kuboklarni o'z uyida saqlaydi. Ovqat pishirishni bilmaydi. Laminning muvaffaqiyatiga ilk sababchi Xavi. Hans Flickdan qo'rqadi. Ey Lupita qo'shig'iga raqs tushishni yaxshi ko'radi. Jamoadoshlari orasida Balde bilan yaqin do'st. Dubayda dam olishni yoqtirishini aytgan. Casadoni jahldor deb hisoblaydi. Barselona bilan amaldagi shartnomasi 2031-yilgacha. FIFA 25 o'yinini yaxshi ko'radi. El Clasicoda o'ynagan eng yosh o'yinchi bo'lgan. 2025-yildagi Oltin to'p uchun asosiy da'vogar hisoblanyapti. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada keyingi 100 ta fakt kim haqida chiqishini yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog', salomat bo'ling.